Og'izda yara chiqyaptimi yoki achishyaptimi? Bu oddiy yara emas, bu stomatit bo'lishi mumkin. Stomatit bu og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatining yallig'lanishi bo'lib, u yara, qizarish va og'riq bilan namoyon bo'ladi. Asosiy sabablari: stomatit bir necha omillar sababida yuzaga kelishi mumkin. Viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar, immunitet pasayishi, vitamin yetishmasligi, stress va travma, ya'ni tishlash yoki issiq ovqat ta'sirida. Klinik belgilari: og'izda og'riqli yaralar, ovqat yeganda achishish, qizarish va shish. Ba'zida isitma berishi mumkin, bolalarda ayniqsa. Davolash sababiga qarab olib boriladi. Virusli stomatitlarda virusga qarshi dorilar, bakteriyali stomatitlarda antiseptik vositalar va zamburug'lilarda esa albatta zamburug'ga qarshi vositalar ishlatiladi. Simptomatik davosiga esa og'izni antiseptik bilan chayish, og'riqni kamaytiruvchi gel va spreylar va vitaminoterapiya qo'llash mumkin. Nima qilish kerak emas? Yaraga spirt yoki kuchli eritma surtish, o'zboshimchalik bilan antibiotik ichish va albatta juda issiq va achchiq ovqat iste'mol qilish kerak emas. Oldini olish: og'iz gigiyenasiga e'tibor berish, immunitetni mustahkamlash, to'g'ri ovqatlanish va stressni kamaytirishdan iborat. Stomatit keng tarqalgan, lekin to'g'ri yondashuv bilan tez davolanadigan kasallik hisoblanadi. Asosiysi sababini aniqlash. Sizda tez-tez stomatit chiqadimi? Kommentda yozing va albatta foydali tibbiy ma'lumotlar uchun obuna bo'ling.